Hammaga assalomu alaykum. Xorazm uylar kanalidan xush kelibsizlar. Bugungi videomizda Urganch, Vodnik, Mandarinning arkasida 5 etajli domda kvartiralarimiz sotuvda. Hozir 10 tadan kvartiramiz bor. Shulardan 2 kvartirani ko'rsatib o'tamiz. Biri 71 kvadratdir. 2 xonali remont bo'lgan variantini ko'rsatib o'tamiz. Bu xonada, ya'ni bu kvartirada variantlarini, keyin nalari bor, hammasini tushuntirib o'tamiz. Keyin ikkinchisi bu oxirgi podyezdimizda shu go'satchakimizni remont bo'lgan variantini ko'rsatib o'tamiz. Domimizni ko'rib olasiz, уже bu yerda aholi yashab turibdi. 3-podyezd bu yerda 2-etajında 71 kvadratli kvartiramiz hozir sotuvda. Undan tashqari 66, 68, keyin 82 kvadratli kvartiralarimiz ham bor. Görüntülarımızın polni fasatı, hamma narsasi tayyor. Balkonlar ham bor. Mana balkonlar ham o'zi rishotkalar qo'yib chiroyli o'tiribdi. Like'larni bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Tez kunlarda bu tomonimiz ham o'zi sotuvga chiqib boshlaydi. Uni ham keyingi videolarimizda donlarni berib o'tamiz. Gitganimizda podyezdlarimizni ko'rsangizlar bo'ladi. Podyezdimizda 3 tane kvartiralarimiz bo'ladi. Gitganimizning eshitamiz, ahamiyat berasizlar. Ajoyib. Xo'p, holimiz kirganimizning hamma xonalarimiz chap tomonda joylashgan, to'g'rimizda sanuzel. Pollarimiz yana laminatdan bosib taqlanib turibdi. Devorlarimiz ham polni, mana attachment aboylardan eshiklar ham polni sifatlisidan qo'yilgan. Bu yerni hamma narsasi tayyor, просто girasizlar, o'z mebellarningizni qo'yasizlar, yashashlar tayyor kvartira. Birinchi bu zolimizdan geçsek, devorlardan ko'rib qolamiz yana. Lyustralar qo'yilgan. Hamma narsani ko'rsatilgan. Ekranda ekan nomeri bo'ladi, bog'laninglar. Subsidiya bor. Keyin barter ishlashiladi. Kvadrati narxi esa, kvadratining narxina keladigan bo'lsa 7 million 300 dan kelishiladi ekan. Bu tomonimizda kuxnya. Kuxnya polni mana gazli narsa, shotchiklari, suvlarniki hamma narsasi kelib turibdi, polnosti yashashga tayyor joy. Balkonimiz bor. Aytib o'tganimdek. Balkonimiz bor. İlk kuxnyadan chiqib chap tomonimizda bunda spalnyamiz bo'ladi. Mana bu xonamizdan ajoyib ko'na aboylar bilan o'ralib, chiroyli o'tiribdi. Kimdan keyin subsidiya, kredita, kvartira qidirib turgan bo'lsangiz, shu videoni berib qo'ysangiz. Yanımızda sanayizimiz, yerlerimizde böyle pliteler vurulup tayyor bo'lib turibdi. Agarda o'zim remont etaman, o'zim stilimda remont etaman desangiz, hozir remont bo'lmagan variantini ko'rsatib o'taman. U ham xuddi shu variantda qurilgan. Hozir ko'rsatganimiz 2-etaj remontda ko'rib olasiz. Yana bir varianti bor. Bu 1-etajda. Bu oxirgi podyezdimiz. Aytib o'tganimdek, bir polnosti yo'l bo'ladi. Mandarinning arkasındagi 5 etajli dom. Tez kunlarda bunda yana 2 dom bor. Shu yerdan ham agarda variantlar qalab turgan bo'lsangiz, tez kunlarda YouTube'da videosi chiqadi.
Ketdik. Bu tomonga kirib o'tamiz. Girganimizning chap tomonda. Ben xuddi shunday 71 kvadrat metrli kvartiramiz. Xolasanizda podvaldan ham kelishsangiz bo'ladi. Polniyni suvoqdan chiqib, shunday holatda bariladi. Egasi bilan kelishsangiz ham bo'ladi. Xolasanizda belni oldistirib berib, keyinroq ketsangiz bo'ladi. Xuddi yangi ko'rgan kvartiramizni korobka xalatindagi varianti bu. Hamma kvartiralarda уже shotchik qo'yilgan, gazniki, suvniki. Dokumentdan muammo bo'lmaydi. Mana bu yerimiz spalni. Mana shotchiki, suvni shotchikini kelib turibdi. Tayyor. Videomizni yakunlaymiz. Agarda sizlar yoqqan bo'lsa, shu like'larni bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Urganch vodnik mandarinning arkasida kimda kvartira qidirib turgan bo'lsangiz, shu videoni berib qo'ysangiz, juda ham xursand bo'lamiz. Hamma ishlarni omad, yangi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.